uy olsangiz, korobka bo'lsa, korobkani chiroyli rekonstruksiya qilib, o'zingiz internetiniz bo'yicha remont qilish imkoniyatingiz bor. Qarang, shu xonadonimiz chiqyapti-yu, o'z sotig'i bo'ladi. Chap tarafda letniy oshxona, bitta sanuzil, o'z sotuvli, qarang, 2 o'rinli. Mana qo'limizni tegi podval bo'ladi. Juda ham baquvvat holatda qurilgan ekan. Kelgan manzilimiz Algoritm avtosalondan 8 metr oraliq masofa. Keyin bu yoqda Zangata Raygaz bor, Raygazdan 400 metr oraliq masofada kirsangiz sotuvga shu xonadonimiz chiqyapti. O'z sotig'i bo'ladi. 110 ming dollar baholab qo'yamiz. Ichkarini ham qisqacha ko'rsataman. Qattigina hol. Holni tegi podval 40 kvadratli podvalimiz bor. Elektr ishlaridan chiqarib qo'yilgan. Bu yerda bitta oshxonamiz bo'ladi. Buni yonida zulimiz bor. Bu yoqda ota-onalar yotoqxonasi, ko'ryapsiz, juda ham planirovkani juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Orqada havo aylanish uchun juda ham katta hovli qo'ygan. Bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi. Qarang, ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tarafdan kattagina zalni ko'rishingiz mumkin-da. Qarang, men balkon qilib qo'yasiz, men bitta katta uchastkalar qurilyapti, juda ham chiroyli mahalla, elitniy mahalla hisoblanadi. Ukangiz, akangizga yana bitta sotimiz bor, sotiladi. Bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Kattagina tashqariga qarang, romlari ham bor. Bu yerda o'g'il bolalar yotoqxonasi, bu yerda bitta qiz bolalar yotoqxonasi. Qavatimizda 4 ta xona bo'ldi, bitta sanuzil, pastda 3 ta xona, bitta sanuzil, podvali bor. 7 ta xona bo'ldi, uch sotig'i bo'ldi. Endi qarang, Algoritm avtosalondan kirasiz, 8 metr oraliq masofa, suv, svet, gaz, kanalizatsiya bor. Ko'chalar yaqinda asfalt bo'ladi. Uje ham uchastkalarni bitiryapti. Endi bu yerga 25 ming, 30 ming dollar tiqib, bemalol yashasangiz bo'ladi. Narxini aytdim, 110 ming dollar. Tezkor sotuv raqam qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib barakasini qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.